Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir alam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sog'lom hayot inson uchun bebaho boylikdir. Navbatda rak kasali insonlarning joniga zamin bo'g'ichi birinchi nomerlik ashaddiy qotil sifatida maydonga chiqmoqda. Bo'libmi Abdul rayonimiz tavasida rak kasali giriftor bo'lish va bu kasallik tufaylidan o'lib ketish nisbati boshqa rayonlarga selishtirganda nisbatan yuqori bo'lmoqda. Xalqimizda sabab qilsang sababsiz to'xtaydi. Her kim özünün doktoru degandek hikmet sözler var. Biz rak kasalligini paydo qiluvchi omillarni baldur bayqab, rak kasalligi halqinlarini üzül kesil kesib tashlasak, rakni baldur bayqash va uni davolash maqsadiga yetalishimiz mumkin. Bugungi programmamizda biz Qashqar Uyg'ur nashriyati nashr qilgan rak kasalligini baldur bayqash va uni davolash majmuasi nomli kitob haqida suhbat qilamiz. Bugungi programmamizga 3 aziz mehmonni daxil qildik. Bular Şinjan O'sim kasalliklar doktorxonasining kandidat mudiri virachi G'olib Imom efendi. Şinjan O'sim kasalliklar doktorxonasida ko'krak tashqi bo'limning mudiri virachi Odiljon Salay efendi. Şinjan Pedagogik universitetining dotsenti Qashqar Uyg'ur nashriyatining ta'kidlik muharriri Ilshod Tursun efendi. İnsan uchun ruhiy va jismoniy sog'lomlik intayin muhim. Bu vaqtki materiallarımız nəhayət kəmçil. Her yılda dünya miqyasida 2 milyon 600 mingga yaqin ishtirok etib kitap bo'ldi. Xalq ommaga amaliy hep alalaydigan yaxshi kitoblarni nashr chiqadi. İnsan uchun ruhiy va jismoniy sog'lomlik intayin muhim. Navbatda shu rak kasalligi rayonimiz tavasida dunyoning boshqa joylarga selishtirgan vaqtimizda rak kasalligininki bizning xalqimizninki yedi zaman bo'lish ishlari nisbatan yuqori. Bu kishinchi yo'chitadigan acayip bir xil bir fajia ve biz o'ylamsak bo'lmaydigan bir masala. Hamda sizlar shu rak kasalligini baldur bayqash va uni davolash majmuasi nomli kitobni nashr qilibsizlar. Albatta bu kitobningki ko'rman do'stlarimiz uchun shu rak kasalligini baldur bayqash va uni davolash ishlarida va shundaqla o'zining doktor bo'lish ishlarida qimmatli rolni o'ynag'isi. G'olibga siz shu bir yurish kitobningki bosh tuzgich ekansiz. Shunaqacha siz shu yurish kitoblarni nima vajhidan endi tuzib ko'rman do'stlarimiz sunishni o'ylab qolgandingiz. Bu mecmuani tuzib chiqishimda mana turtki bo'lgan bir necha omillar bor. Oldi bilan baydab o'tganingizdek hozir rak kasalligi insoniyatning jeni zamin bo'layotgan birinchi nomerli qotilga aylanib qoldi. Burunda yurak qon tomir kasalliklari sababidan o'lib ketadigan odamlar balkim rak kasalligidan sababidan o'lib ketadiganlarga qaraganda yuqori bo'lgan bo'lsa, hozir bu rak kasallik sababidan o'lib ketadiganlar uning oldiga o'tib son bag'asir ko'payib ketyapti. Shuning uchun buni insoniyatningki jeni bo'lgan birinchi darajali qotil deyishimizga sabab bu. Shunga bu ashaddiy qotilni qandoq qilib jamiyatimizdagi bo'libmi bizning milliy qarindoshlarimizni tushundirish bizning burchimiz deb qarayman. Chunki bizningki bu vaqtdagi materiallarimiz nəhayət kamchil. Fransuz tilida yozilgan materiallar nəhayət ko'p. Ammo Uyg'urcha materiallar bundan burun nashrdan chiqqan ba'zi kitoblar bo'lgan bo'lsa-mu, kamchilik bor. Shuning uchun bu meni shu rak haqida bir sistemalik bir kitob yozishga haydakchilik qilgan birinchi omil. Ikkinchidan men chet elda o'qish vaqtimni chiqarib o'tganda o'smik kasallikda doktorxonasida hozir 20 yilga yaqin vaqt xizmat qildim. Bu jarayonda nurg'un kasallarni, nurg'un bemorlarni ko'rdim, kichik bolalarni ko'rdim, bo'vay, mo'maylarni ko'rdim, ularning yig'inlarini angladim. Unda bo'lgandan keyin ularni qancha davolsaqmi, bu ashaddiy qotilni davolab saqaytish ba'zi joyga haqiqatan tezki to'xtaydi. Nima uchun deganda, nurg'un odamlar dastlabda o'zida ko'rilgan kichikgina alomatlarga diqqat qilmay, vaqtni o'tkazib o'tganlik uchun davolashmi qiyinlashadi, og'irga kelgan iqtisodiy jihatdan nurg'un chiqim tortadi, hayotini qisqaraydi. Bu jihatdan cho'qim ularni uyg'otish nəhayət muhim degan o'yga kelganligim uchun shunga baldur bayqash degan bu majmuaning ismiga kirgizganim shu, baldur bayqash degan. O'zimiz bo'lgan ham kichikkina bir o'zgarishlarga diqqat qilishni ashlar tavsiya qilib savol javob shaklida nəhayət ommabop til bilan haqlar ko'sil uxlab qolmaganda ko'sil tushunib olarligida qilib shu savol javob shaklida shunday yozib chiqdim. Shunday qilganda Odiljon endi baytilgan o'sim arak degandek kasalliklarning nomlari hozir nəhayət ko'p anglaydigan boshqa bir ahvol shakllanib qoldi. Mushadiki o'simi degan zodi nima? Undan keyin shu o'sim bilan rak bir gapmi? Balkim buningga nisbatan
şu tibabat sahasından biraz düşüncesi var bilim valla bunu mənim cəhətdən düşünüp yetkeni bilen belki kən okurmanlarımız, görmen dostlarımız bu vaxtki ilmi atalgılarını, ilmi düşüncelərini belki çoğunluk düşünüp yetmesi gerek. Bu şekilde biraz uçurup bir edemsiz. Hazır Rakisel'in ayette köp kaydıgan şu kişilerin hayatıga tehditten zor çoğun olgan bir kesik ayınlıp kaldı. Her yılda dünya miqyasida 2.600.000'ga yakın kişi rakeslik giriptar buldu. O hesaplan her 6 sekundda bir adam rakeslik sebebiden ayrılıp atıldı. Bunun bir rakeselinin payda buluşunun ayette nisbetinin yukarılığını insanların hayatına ait eğer habik atqanlığını düşünüp qalalaymiz. Hem de bu rakesel degan hukum kesek rak degan ösümünün bir türü. Ösüm deganimiz endi adam bedenini təşkil qılgan hücre, to'qilma, qaniyatlik holda bölünüp, köpüyüp, qerib ölüp durdu. Onun o'rnini yangidan hücreler to'qlab turdi. Buni bedendeki davriylik almashish deb ataymiz. Ana shu bedendeki hücreler, to'qilmalar, bular hücreler bölünüş, köpüyüş jarayonida rak paydo qiluvchi omillarning ta'siriga uchsa, bu qonuniyatni yo'qotib, g'ayri normal köpüyüş holatiga o'tadi. Shundan bilan bedendeki qisman o'rinlarda o'smani bunekchi paydo qildi. Bu bunekchini o'sim deb ataymiz. O'sim deganimiz endi ikki bölümde birisiga yomon sifatli o'sma, ikkinchisi yaxshi sifatli o'sma. Endi yomon sifatli o'sma rakni o'z ichiga oladi. Endi rak deganimiz shu badanimizdagi iptiliya to'qilmasidan kelgan yomon sifatli o'sma rak bo'ldi. Endi iptiliya to'qilmasi deganimiz shu badanimizning sirtini qaplab turgan deydi. İçki a'zolarninki, kavak a'zolarning ichki devoridagi to'qilmalar bular iptiliya to'qilmasi kirdi. Mush to'qilmadan kelgan yomon sifatli o'smani rak deymiz. Endi rak kasalligi bilan o'sma o'tirga ozroq farq bo'ldi. O'sim degan bir umum hukm. Rak uning ichidagi bir tarmoq hukm. Endi yomon sifatli o'sma rak deb atlasak bo'ladi. Endi uning yaxshi sifatli o'sma bilan ko'pincha farq bo'ladi. Nurg'un odamlar o'sim kasalligiga giribtar bo'libdi desa, cho'chib ketadi. Şunu aldı bilen biz çokum yaxshi sifatli o'sim giribtar bo'ldim. Yomon sifatli o'sim giribtar bo'ldim. Buni çokum aniq ayirish kerak. Yani yaxshi sifatli o'sma odatda uning o'sish shakli, o'sish surati, odamningki organizmlar bo'lgan ziyni bu jihatda ziyin ig'ir emas. Masalan, uning o'sish osti bo'ladi, organizm bo'lgan ta'siri yengil bo'ladi, qayta ko'kilmaydi, boshqa a'zolar ko'chmaydi. Yomon sifatli o'sim bo'lsa, uning o'sishini aytib bo'ladi. Adam bedeniga bo'lgan ziyin ig'ir bo'lib hayotga xavf yetkazadi. Asan boshqa bir a'zodan bir a'zo ko'chidi. Ko'chganda qon tomir orqali ko'chidi, limf yo'l orqali ko'chidi. Shuning bilan odamning hayotiga tahdid soladi. Shunga bunda beten g'olib doktor aytgandek, o'sma garchi bizning insonlarning hayotiga ta'sir qilgan dushman bo'lsa-mu, biz faqat buni baldur bayqilsak, baldur muntazam davolansak, nurg'un o'smalarda yaxshi davolash unumga erishgan bo'ldi. Demek baldur bayqash bir kasalning oldini olish va uning nisbatan diagnoz qo'yish shunday qilib saqlayishning eng muhim bir asosi, eng muhim bir alg'isi bo'lsa kerak. Undan keyin rakningki xavfi har yerda turmushimizning har qismida, har joyda, mayli turmush oilamizda bo'lsin, mayli xizmat o'rinlarimizda bo'lsin, mayli tabiat dunyosida bo'lsin, bu davomliq bizga xavf olib kelib turdi ekan. Masalan, bir materialni o'qisam, kechasi doim chiroqni yondirib qo'yib uxlagan vaqtning o'zida kishiningki rak kasalligiga giribtor bo'lish ahvoli og'irlashdi deb bir tibbiy savodni ko'rib qoldim. Buningda shu uzun muddat chiroq yiqib uxlaydiganlar bu odatni o'zgartirish so'g'idek deb o'yladim. Nima deganda, yerda endi shu uzun muddat shu chiroq yiqib qo'yib uxlagan vaqtingizda insonninki bir xil immun kuchininki ojizlab ketish sabablik undan keyin shu insonning o'zininki ishidan chiqadigan shu yorug'likqa nisbatan inkas qaytaradigan va shunday qorong'ulik bilan inkas qaytaradigan taraflarda shu rak tutib keladigan taraflar bor o'xshaydi. Eshotga siz shu rak kasalliklarini bildirib qashoni davolash majmuasininki planlovchilardan biri ekansiz. Albatta planlashda muayyan maqsad muddo bo'ladi. Unda bo'lganda siz shu kitobni tahrirlash davomida, planlash davomida qandaq cho'nqur ta'sirotlarga ega bo'ldingiz? Hammamizga ma'lum, yaqinqi yillardan buyon markaz avtonom rayon keng yezgi qishloqlardagi dehqon chorvachilarning kitob o'qish kamchil bo'lish qatorliq masalalarni ko'z tutib,
Sharq Shamli qurilishi, Yezdi oliy kutubxonasi qatorliq qurilishlarni qanot joydi. Shuning bilan xalq ommasi amaliy naf ola oladigan yaxshi kitoblarni nashr chiqadi. Bu kitob nashr chiqqandan keyin keng xalq ommasining qizg'in olqishiga erishdi. Bizning nashriyat Qashqar Uyg'ur nashriyatimiz universal nashriyat bo'lish sifati bilan xizmat xodimlarini tövanga tushirib, asar planlash, keng xalq ommasining turmushi cho'kib, asar planlashni qanot joydi. Mush munosabat bilan biz shu keng xalq ommasining orasiga tushdik. Tushgandan keyin shu rak kasalliklarining oldini olish davolashga nisbatan fikr ko'proq bo'ldi. Sayya sistemasiga bir qism kitoblarga buni yaxshi fikrlar tushdi. Bo'libmi kasallarning oldini olish jihatda yezdi qishloqdagi chorvachilarning, dehqonlarning ong saviyasi u darajada o'skani yo'q ekan. Ular kasal bo'lib bo'lgandan keyin eng yuqori pallaga ko'tarilganda, endi doktorlar ko'rindi ekan, ularning hayot turishi sizlar hayotdan ayrilib qoldi ekan. Mushlar inkaslar bo'lgandan keyin biz oldi bilan o'simlik kasalliklar doktorxonasidagi mutaxassislarni tepib ular bilan parang qildik. Paranglashgandan keyin bularningki mushtar kitobni yozishining muhimligini, tuzishining muhimligini bular dedi. Biz shundan keyin sayya nazorati tibbiy universiteti rahbarlarininki maslishi, ularning maslahat berishi bilan ommabop savol javob xarakterli mukammal chiqarishni ko'z tutib, o'sim kasalliklar sohasidagi atoqli mutaxassislardan tarkib topgan bir tuzish hay'ati qurib chiqdik. Bu tuzish hay'ati qurib chiqqandan keyin men G'olib afandim mush jarayonni tuzlab o'tdi. Necha qitim qayta muzokarash, nurg'un kitoblarni ko'rash, qanday bo'lganda shu xalqqa amaliy nabirimiz degan temizlik muzokarash orqali bir necha yil yozish, tuzash orqali oxir o'rgatib chiqdi. Kitobning hozir 5 yil chiqdi. Ham kitobni tuzishdagi maqsadmi keng xalq ommasining mushu rak kasallik bo'lgan tunishini kuchaytirib, baldur bayqash, davolash oid tashviqotni. Tamaki shu o'tkaratni keltirib chiqadigan eng muhim tashkil amallardan. Har bir kitob 4 bo'lim bor. Odiljon, siz endi shu o'tki kasalliklarni davolash mutaxassisi. Xalqimizda ichida shu tamaki chekadiganlarga oid ko'p. Mushnoqdan chiqishgan vaqtingizda tamaki rastilla rak paydo qilalandi. Undan keyin o'pka raki tamaki chekkanlardan bo'lamdi yo boshqalardan bo'lamdi? Rak kasalligi boshqa kasallarga o'xshamaydigan yeri bu bir sababdan bir natija keltirib chiqargan kasal emas. Rak kasallikni paydo keltirib chiqargan omillarning oid ko'p. Masalan, ichki amal, tashqi amal deymiz. Tamaki shu o'pkalarni keltirib chiqaradigan eng muhim tashqi amallarning biri. Endi odatda biz o'sha statistikalik ma'lumotlarga asoslanganda rak kasallik giribtor bo'lgan odamning 80% tamaki chekkan tarixi bor kishida. Endi mush tamakining tarkibini, tamakining isining tarkibini olimlar tadqiq qilib chiqsa, uning ichida 43 xil rak paydo qiluvchi moddaning borligini isqildan bunda ko'pchilik umdanroq anglaganlar nikotin deymiz, karbon monoksid deymiz, bular rak paydo qilgan moddalar. Endi tamaki cheksa rak paydo bo'lish nisbati tamaki chekmagan shu kishilar to'piga qaraganda 10 o'pchirishda yuqori bo'ldi. Lekin tamaki chekkan kishi cho'qim o'pkarak giribtor bo'ldi. Tamaki chekmagan kishi cho'qim o'pkarak giribtor bo'lmaydi deb qarashga bo'lmaydi. Tamaki chekish o'pkarakni paydo qiladigan asosli bir sabab. Undaqda aroq ishkalladimi? O'sha rak kasallik giribtor bo'lish ahvoli ig'ir bo'lamdi. Aroq bu spirtuallik uchun bu hazm qilish sistemasi qizdengashni oshqozonni tiqlaydi. Shunga aroq ichish o'sha hazm qilish yo'l sistemasidagi o'simlik paydo qilishga munosabatli. Qizdengash raki, oshqozon raki, jigar raki qatorliqlarga munosabatli. G'olib aka, bu kitobningki mazmunlari haqida ko'rman do'stlarimizga bir ikki qiz tushunch berib o'tish imkoniyati bormi? Hozir bizningki shu jamiyatimizda eng ko'p ko'rilayotgan rakdan 10 xil bor. Bu 10 xil rak mana aytganda har 100 odam rak kasal bo'lgan bo'lsa 80 odam 10 xil rakning sababidan o'lyapti. Amaliyotda rak kasalligining turlari necha 100 xil, necha ming xil rak kasalliklar bo'lib bo'lsa, ammo eng odamning jiniga eng ko'p zamon bo'layotgan 10.
cho'ngroq bor. Şoň bu 10 cho'ngroqning har birisini birden kitap chiqarsak, o vaqtida ichidagi mazmunlar texnik sistemalik bo'ladi deb, shuning uchun har bir 10 cho'ngroqni birden kitap aqsq kelgan vaqtida biz shu bizning rayonimizda bir qadar ko'p uchraydigan boshqa 10 cho'ngroq kirmaydigan ba'zi raklarni qo'shib, aql ulab chiqarmoqchi. Shuning uchun bu kitobning aniq soni hozir mavjud emas. Balkim 12 bo'lishi mumkin, balkim 15 bo'lishi mumkin, 20 bo'lishi mumkin. Endi kitobning qurilmasiga kelsak, bu kitob har bir kitob 4 bo'lim bor. Birinchi bo'limda so'zlanadiğini shu rak paydo bo'lgan organiki anatomiya, fiziologiyalik iqtidori, masalan, tuzilmasi degandek mana tushunchalar birinchi bo'limda bo'lsa, ikkinchi bo'limda rakning paydo qiladigan sabablar, masalan, har xil omillar. Qizil o'ngach raki deymiz, chayni qiziq ichish, aroq ichish, o mush qizil o'ngachning shilliqlarini qiliqlaydigan. Har bir rak xos ba'zi sabablar bo'lganligi uchun shu ikkinchi bo'limni rakni paydo qiluvchi sabablar deb ayrim oldik. Uchinchisida hamda baldur bayqashga munosabatlik bilimlarni yozdik. Ham to'rtinchi bo'limga kelsak, to'rtinchi bo'limda asosli rak kasalligini davolash va uni oilada bo'lsin yoki doktorxonada bo'lsin, klinik sharoitda parvish qilish buningga oid bilimlarni yozdik. Hatto buning ichida davolashdan boshqa yana bir bemorni parvish qilishga munosabatli har bir kasallikka nisbatan ayrim ashunga xos bo'lgan shunda parvish qilish jihatga kelmish bilimlarni 4-bo'lim kirgizdik. Al doktor degandek rakning paydo bo'lishi burunqidan jiq bo'ldi. Bu endi mendaq ikki sababdan tushundirsak bo'ldi. Birisiga nurg'un kasallar burun diagnoz qo'yilmaydi. Uxlanmay, tamoq yemay to'kib ketibdi, qon separa qilib to'kib ketibdi deb ham diagnoz qo'ydi. Endi hozir tibbiy texnikani taraqqiy qilishga bu kasal diagnoz qo'yish texnikamiz ishib haqiqatan diagnoz qo'yadigan holatga keldik. Bu kasalning burunqidan jiq anglashimizdagi birinchi sabab. Ikkinchisi endi jamiyat nuqtai nazaridan aytganda bu kasal ko'pincha yashanganlar bo'lgan kasal. Masalan, 45 yoshdan oshganlar deymiz. Shu kishilar yashanganlar nisbatining jamiyatdagi sonning jiqlishiga ergishib bu kasalmi jiq bo'ldi. Yana birisiga endi jamiyatdagi masalan atmosferaning bulg'anishi, yemak-ichmakning bulg'anishi, yaxshi bo'lmagan turmush odatimiz, yaxshi bo'lmagan turmush havasimiz qatorliq sabablarmi o'sha kasalning jiq bo'lib ketishdiki. Bu kasalning ismi ayt qo'rqinchli bo'lsa-mu, abadan to'xtalib aytgandek faqat hamma odam o'ziga salomatligiga azroq mablag' solsa, yosh 45 yoshdan oshganda yilda o'zini bir qatimdan ikki qatimgacha bir mablag' 1000 yuan deb mablag' solib o'zini bir tashkil etib tursa, bu kasalni birinchisi barın bayqol bo'ldi. Doktorxona o'zini tashkil etishganda doktorlar bilan fikr almashtirib, o'zida ko'rilgan ba'zi kasallarni biroq aylanmay turib, balkim davolab kasalning oldini olgan bo'ldi. Dastlab bosqich bayqalgan kasalning unumli yaxshi bo'lmasa, o'pkarakni deb aytsak, birinchi bosqichga o'pkarakni bayqay olsak, 70% kishi salomatlik saqlab ketadi. Lekin 4-chi bosqichga kelib qolganda salomatlik saqlaydiganlar asosan yo'q bo'ldi. Cho'qim baldur bayqashni, hatto rak kasal bo'lishdan oldingi kasalliklarni davolashni qo'lga keltirsak, nihoyat xotirjam, baxtiyor yashaymiz. Demak, bu kasallik paydo qiluvchi omillarni bayqashning o'zi bir mayatli bir yerim davolash bilan tang turadigan ishkanda bu. Amaliyotda ba'zi sabablardan saqlanish bu shaxsiyga nisbatan ta'sir bo'lishi mumkin. Masalan, muhitdan bulg'anishni shaxsiy hech qanday kontrol qila olmaydi. Lekin bunda najar turmush odatlarga kelsak, uni o'zgartirish mumkin tamoman. Tamokim tashlasak bo'ladi masalan. Aroqni bo'ldi, ishimsak ham bo'ladi. Bunda bu yerlarimiz og'rib qolsa to'xtab turaman. Bir berib baqay deb doktorxonaga berib baqsak bo'ladi. Ammo amaliyotda shunda hozir xalqlarningki bu sog'lomlikqa nisbatan e'tibor berish bag'ansir kuchayib ketyapti. Burun xalqlar balkim turmush iqtisod bu jihatlardan toza sharoit yordamiga ahvol ostida bo'ldi. U yerim og'radi, bu yerim og'radi, o'zini so'zib oxiri o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shu saqaymas kasal bo'lib qolibdi, tugab ketibdi deb tugab ketgan. Hozir xalqlar kichikkina mo'nak chiqib qolsa-mu, darhol doktorxonaga bora oladigan holatga keldi. Uning ustiga u bizning sug'urta, u bularni ularga отчет qiladigan ishlarga hali %% yuqorilab bergandan keyin burunqidek bo'ldi, nima bo'lsam bo'laman deydigan ahvollar ozdigandan keyin bu hozir rakni kunda qo'lqimizga rak kasal, falon rak qo'qapti, piston rak qo'qapti degan gaplarni hozir kunda anglab turishimizdan yana bir sabab bo'ldi. Sadece yana bir fazilat. Yine ait şeyler. Asas kapsamdaki doktorlar. Esatga mush kitobni planlab nashr qilishinglardagi yana bir
muddao sizlarga yana bir fazilat meni nihoyat suyundirdi. Bu nima deganda sizlar o'qirmanlarimizning iqtisodiy ahvolini nihoyat yaxshi o'ylashgan bu kitobni nashr qilishdan burun. Hozir ko'ramiz nurg'un kitoblar chiqadi, o'qirmanlarimiz kitob xumar, bilim xumar, uvinish xumar, iznish xumar. Bundan qaragan chaqda sizlarning bu kitobningki nashr qilinish, bu kitobningki nashr qilib chiqqandan keyin buningki bahosi qaraydigan bo'lsak, bizni haqiqatan suyundirdi. Buni shu tibbiy savodi asosan yo'q bo'lgan ba'zi kishilarimiz bor. O'qishgan bundan manfaat olsin, buningdan bilim olsin, uzuq olsin, shu orqali o'zininki tibbiy ko'z qarashini, o'zininki kasaliga daq vaqtida diagnoz qo'ya oladigan yagona shuni sezdigan mundaq bir alomatlar shakllansin degandek maqsadlar bilan planlab nashr qilib kelsizlar eshitga. To'g'ri, siz kitobning bosim nihoyatda tövant qo'ydik. Biz degandek shu yozgi qishloqdagi dehqon chorvachilarni keng xalqni ko'z tutgan holatda chiqardik. Uning ustiga kitobni tayyorlash jarayonidami mushu soyada o'qigan, tibbiy soyada o'qigan tayyorlarni taklif qilish orqali qayta ko'rish orqali buning ilmiylikni tuxumi muayyanlashtirib nashr qilishga alohida kuch chiqardik. Bizni chiqib maslahatlashgan. Bu kitobning o'qirmanlari o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'ldigan har qanday odam bu kitobning o'qirmani bo'la oladi deb. Ammo siz o'ylagandek iqtisodiy masalani o'ylashib, biz Elshad apandim, Qashqar Uyg'ur nashriyatining boshlig'i Erkin apandilarga shu talabni qo'ydik. Eng yaxshisi kitobimiz oldidagi ranglik badlarmi chiqsin. Undan keyin bosi eng yaxshisi bir taqsi lag'manning pulida ishib ketmasa, deb ishgan buni. Qalbaka bu majmuada rakni davolash to'g'riliq nurg'un bilimlar bor ekan. Undan keyin rakni davolashninki nurg'un retseptlari, nurg'un ibtidoiy shundaqla ilmiy taraflarim aks etibdi. Unda bo'lganda shu rakni davolashni hamda qandaq usullari bor. Mushaqda biroz to'xtalib boqamsiz. Yig'ib aytganda cho'ngroq davolash usullaridan asosligi birisi operatsiya usuli orqali davolash, yana birisi ximiyalik dori orqali davolash, yana birisi radioaktiv nur bilan davolash, undan boshqa immunitet davolash, yana ba'zi qo'shimcha davolashlar bor. Har bir odamga qaysi usuldan mos kelganligini shu sistemalik tekshirish orqali bu odamga umumyuzlik bir baho berish kerak. Garchi o'xshash kasallik bo'lsa-mu, ahvoli, amaliy konkret ahvoli bir-birisi o'xshamaydi. Shunga uni cho'qim sistemalik tekshirish bu birinchisi. Undan keyin ba'zi narsalar cho'qim tekshirish bilan patologiyalik isbotini olish kerak. Zodi nima bu? Shu bizningki o'ylaganimizdek narsa shumi emasmi degandek. Hamma odam kaplar va mening mandaq kasalki, kasal o'pkira qopdim, men o'pkira qopdim, ani mandaq davolabdi. Menimcha meni bunda davolamaysizlar degan savollarningki o'rinsizligini mish kitobni o'qigandan keyin har qanday qadam his qilaman. Shu kasal zodi davolag'ib bo'lamdi. Buni davolash uni qanchalik deganda endi tumtaq qilib aytgan vaqtida endi hozirgi saviyada 3dan 1 qism kasalni davolab saqat qilib bo'ladi. 30% o'p yuribdi. 3dan 1 qism kasal kiribdi bo'lgan bemorning umrini uzatib bo'ldi. 3dan 1 qism kasal kiribdi bo'lgan bemorning og'riq azobini yengillatib bo'ldi. Endi bizningki keyingi 10 yillik, 20 yillik planimizda 3dan 1 qism kasalning oldini olish, 3dan 1 qism kasalni davolab selimizni saqaytish, 3dan 1 qism kasalning umrini uzatdi. Shuna bo'lganda saqlaydigan oldin olganni qo'ysak 60% nashida umr uzag'anlar 30% bo'lsa, nihoyat yaxshi unum kelishgan bo'lamiz. Elshadga biz odatda bir kitobningki ijtimoiy qimmatini, ta'sirini o'qirmanlarimizninki inkos orqali bog'lashga ko'nikkan. Bu nuqtadan olganda ko'rman do'stlarimizninki shu rak kasalliklarini baldur bayqash va davolash majmuasi nomli kitob qarta inkosi nega oldi? Kitob nashr qilingandan keyin keng xalqning inkosi yaxshi. Yuqorida bu kitobning yozilishini 4 cho'ng babga bo'lib so'zladik. Bo'lib 4 mazmun yozilganining muvofiq bo'lganini odatda savodi bala xalq uni ko'rib tushunoladiganligi to'g'risida inkos bak yaxshi. Andan doktorxona ko'rinishdan tortib uskunlarning nomigacha bir savod berilgan. Bu jihatdanmi fikr yaxshi. Onun uchun kitobning bosimi muvofiq keng xalq ammasi ko'taraligidek degandan ko'ra bakli azan desak to'g'ri bo'larmiki? Bahada nashr qilindi. Uningdan keyin bu kitobni ko'rgan xalqdan boshqa asos qatlamdagi doktorlar. Ya'ni inkosimi bak yaxshi. Chunki asos qatlamda Abdum rayonidagi yuqori doktorxonalardek
uskunlar yoki doktorlar seviye unda yuqori bo'lishi natayin. Ularmi bir qism hamma kasalni davolashi imkoniyati yo'q yer yozib bor. Bu doktorlar bu kitobni ko'rgandan keyin ular bizga bir Qur'on kitob bo'libdi. Bu ko'rgandan keyin biz nurg'un narsani esladik, yangi bilimga ega bo'ldik deb ularning inkosimi yaxshi bo'layotdi. Bu kitobni bekitishga qatnashganlarningki ismini tilga olish imkoniyati bormi? Esatga. Bu kitobningki baş maslahatchisi degandek bizning Şinjan Tibbiy universitetining mudiri doktor Xalmurat Efendi. Ondan keyin Sayya nazoratining naziri Mehmet Yasinkin. Shularni alohida qatnashib, maslahat fikr berib, kitobning yaxshi nashr qilish uchun alohida kuch chiqadi. Demak, buningki ilmiy bosqichlari, buning prinsiplari, buning qatlamlari aniq, tafsilni inchki planlanib nashr qilinibdi-da. Adiljon, biz vaksinalash orqali xili ko'p yuqumli kasalliklarningki oldin aqli bo'ladiganligini bilamiz. Mushundan qaragan chaqda rakningki oldin oladigan vaksina bormi? Biz bu jihatda izlendik. Men xizmat chiqib 10 yil deb ko'rishdi. Maxsus shu qizilin ko'chrakning vaksinasini bir tadqiqot qildi, bir tadqiqot guruhi tuzib, mushunga men o'zim qatnashgan. Lekin uning natijasi ko'ngildagidek bo'lmadi. Bütün xalqarada o'smir kasalliklar shug'ullanadigan nurg'un mutaxassislar mush haqida izlanib endi yiroq bo'lmagan kelgusida o'sha vaksinasi chiqishi mumkin. Hozircha buni oldin oladigan unumli vaksina taxi bayqalmadi. Yusuf Qazajov sog'lomlik haqida deydi. Ey nodon, bilim o'rgan, kesilin saqay. Bu yerda deyotgan bilim yog'uz inson o'zi ilayotgan fan madaniyatga oid bilim bo'lmasdan o'zining shu xilq mijozini bilish, o'zining tabiatini bilish, o'zininki shu xilqqa mijozga qarab uzuqlanish va tibbiy savobni, sog'lom turmush odatini yetildirishni iborat narsalar ketlamdi ekanmi deyman. Onun uchun Yusuf Qazajovning yana bir gapim esimga kelib qoldi mishada. 40 yosh kiribmi o'zininki mizojini bilingan inson hayvondir deydigan bir gapi bor. Demak, inson o'zining doktori. İnsanning barliq boyligi va barliq muvaffaqiyati uning ruhiy jismoniy jihatdagi sog'lomligidan keladi. Dunyodagi eng shodmon odamning boyligi uning sağlamlık, qanoat ve dil xo'shligiga ilhom beradigan narsaga ega bo'lganligi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Yaxshi ruhiy kayfiyat, sog'lomlik hammamizga bo'lg'ay, xayr xo'sh, salomat bo'linglar. Her zaman her öyde bovaklarının hemmisi analarının kollarına telmirişidir. Çünkü şu mihriban analarının kolları şu demde bovakağa tabiyle kuvvet bulmakını hayırlap yiyiş bilen aldıraş. Terkibide her xil vitamin, mol aksil ve minerallar boğan yukarı fen teknik bilen bovaklar için məxsus işlengen tabiyle kuvvet bulmakı bovakınızı sağlam ve şadıman koğusu. Bovaklar sağlamlığı için tabiyle bovaklar kuvvet bulmakı.